Assalomu alaykum YouTube kanalim. Bugun sizlarga kompyuter obzorini ko'rsataman. Xarakteristikasini boshdan aytib ketaman. Prosessorimiz Core i7 13700 ga o'xshash analogli hisoblanadi. Video kartamiz ham analogli. RTX 2070 niki, faqat nomi CMP HX1HX8 ga 2070 26 super bilan analog. Matinsk platamiz Soya B660 klassik. Case'imiz PowerTech Power Case RGB'li. Boshdan narx aytdim. Bu case'da agar haqiqiy shu sotuvdagi обычный segmentga yig'adigan bo'lsa $8 dan oshadi. Men buni narxini hisoblab beraman. Prosessorimiz $250 turadi. i7 13700. Bizdagi bu prosessor i7 13700 bilan birga ishlaydi. Bir xil. Faqat bu notebook variant chiqqan notebookdan tagiga переходник qo'yib 17000 17.0 переходник qo'ygan. Prosessorimiz $130 sanaymiz. 16 GB operativka, 8 korsar, Wenger'dan o'shandan $8 $30 ga tushganimda hozir $85 sotilyapti ekan. Keyingisi sanaymiz. Soya VR охлажденияsi zo'r 8 ga 2 8 ga Lermos bor 8 ga 2 8 ta noga 2 ta video yig'dirgan. Sifatli Soya qandaydir Xitoy nima emas, sifatli matematik platforma. ATX da MATX da. Xo'p, keyingisi nima demoqchi edim? Охлаждениялari yaxshi. SSD'miz zo'r. SSD'miz ham Samsung 990 Evo 990 Pro ni OEM versiyasi. OEM versiya bu o'sha notebooklarga qo'yiladi. Strongni chiqadigan nimalar OEM versiya qo'yiladi. Agar tushunolmasa, shunaqa versiyadan 256 talik skarsmani 600 megabaytga chiqadi. 600 ga 500 adashmasam. Haqiqiy 990 Pro ga sal yetmaydi, lekin narx segmenti bo'yicha ancha yutib ketadi. $25 bilan shunaqa. $25. Bu pulga o'sha vaqt Lexus'ning 256 talik 620 NX 600 bor. Shunday beradi, lekin u 3.5 megabayt sekundiga ishlaydi. 6000 ga ishlaydi. Lekin narx segmenti bir xil. O'sha keyin ko'rganman shu. Qiziq ko'rganman. Chipida o'sha Samsung chiplar bor. Samsung bankalari bor. Haqiqiy Samsung chip. Xo'p, keyingisi cooler modelini охлаждение 120 mm RGB'li. Bu RGB'li. Şu 220 watt batareyada 90 gradus ishlaydi. Menimcha o'zini narxiga nisbatan yomon emas, $18 olganman. Buni mana shu ko'rib turgan keyslarning qisqa aytib cooler, plata, prosessor, video karta, mana shu operativ pamyat, blok питания bor, qanday hammasi Xitoydan kelgan. Xitoydan kelgan. O'zida bunday narsalar kamdan-kam sotiladi, sotilsa ham topilmaydi. Case shu yerda olganman. Sabab case katta, og'ir, kiloga bosib ketadi ancha. Keyin sanaymiz. Operativ pamyatda aytdim, video karta. Video karta CMP 40HX Asus brendiniki. Bu markda yangi chiqqan tipidagi nima
обновлениясida 112-113 FPS beradi. Bu o'sha 2070, 2060 superlardan bir xil hisoblanadi. Operativ pamyatlari Hynixdan qo'yilgan. Chip Nvidia chipi bir xil A106 adashmasam 8000 sistemli охлаждениялari horizontal uzunasi hisoblanadi. Yondan o'sha teshiklardan chiqadi. Ishlatilgan shum anaqasi yaxshi, bekko'tlar metallический. Garantiya talonlari turibdi. Blokdena yig'ib, blokdena Handkey 600 talik. Handkey Jumper 600 talik yig'ib. Bizda bunday Handkeylar yo'q. Bizda 600 talik Handkey bor, qora. Mana bunaqa Handkeylar emas. Xitoyda ichki bozor uchun ishlab chiqarilgan Handkeylar. Shu yonganda yonuv sistemalar relaylar bor. Yonganda o'chganda relaylar qo'shib ochadi. Bu qancha sifatli hisoblanadi. Keysimiz RGB. Bu orqada ham chiqib ketish uchun RGB bo'lgan. Tepib o'chirganman. Sababi mana shlanka patrubka shu protsessorda kamerasiga teplomning kamerasidan mana shu tomonlar balandga chiqib ketsa havo yig'ilishi ehtimol bo'ladi. Havo asosan shu quyerda tepasiga yig'iladi. Endi o'sha tepada katta bo'lgan kamerasini shu aylanadi. Sekretariya kamera. Shu havo yig'ilsa maqsadga bo'ladi. Obzor davom etamiz. Hozir testlar qilamiz. Do'stlar, mana videokartani testini boshlaymiz. FPS quramiz. O'rganyapti, horizontal. Videokartamiz hozir nima boshlaydi? Hozir kuchni ko'rsatib boshlaydi. Ma'lumotni o'rnida aytib o'tamiz. Bu FPS'da 20 super bilan 2070 beradi. Demak, bir xil bo'ladi. To'g'ri, 5-6 FPS ga farq qilishi mumkin. Sizlardan keyin CS:GO'da ham o'ynab ko'rsatamiz. CS:GO'da bu qanday o'z kuchini ko'rsatadi, necha FPS beradi. Men CS:GO'da высокийda, eng высокийda o'ynayman. O'sha eng высокийda o'ynaganimda 170 FPS beradi. Agar средний o'ynasam 200 oshib beradi. Bu yaxshimi yomonmi bilmayman, lekin uni qotish yoki boshqa narsa sezmayman. Hali videokartamiz unchalik kuchli turgani yo'q. Haraklari demoqchiman, haraklari uncha nima qilgani yo'q. Sistema охлаждениялari. Mana shu 113, 112 FPS ga tushadi. Shu tempda yuradi ham. Shu boya ko'rganlaringiz 117 FPS bu juda baland. Shu sovuqligida, ancha sovuqligida shunaqa FPS berish mumkin. Shu maksimal temperaturga tushgandan keyin 112 FPS ga turadi. Mana yerda уже nimasi chiqib qolibdi. Chek chiqib qolibdi. Tushunganlar kommentarda yozib o'tinglar. Maximum temp 59. Mana bu ko'rsatyapti. Xafa bo'lgani bu. Intel HD grafiklarga qisqa aytaman. O'sha bu video karta faqat Intel HD grafikasi bor video kartalar ishlaydi. Ikkalasi совместно ishlaydi. Chunki video kartaning o'ziga HDMI yoki bo'lgan DisplayPort ular bo'lmaydi. Chunki bunda tenzorning yadrolari bloklangan. Shunaqa deb tushunaman. Davom etamiz. Kompyuter obzori davom etamiz. Video kartamiz RTX 2070 driver bo'lgan. A7 13700F 13700 o'zi faqat analogiy. Test boshlaymiz. Prosessorni buzamiz. Mana shu prosessor. Prosessorimiz 212 watt yaptı. 4.180 option 90 gradusga chiqdi. Ozgina tursa 93 ga chiqadi maksimum. Hop biz OCC'ni ko'ramiz.
16 yadimiz maksimumda ishlayapti. 215 watt. Hech qanaqa termal nimalar yo'q. Ограничение. E yadramiz 3 Hzda, P yadramiz 8 Hz ishlayapti. 93 barobar 3% qildi. 218 watt. Bu hammasi mana shu 100 millimetrlik kullerlar. Malyanka kullar ishlayapti. Agar kattaroq bo'lsa, mana shu. 95 deyarli 100 qoldi. 96. Buncha testni o'tamiz. Test uramiz video kartaga. Video karta testimiz. Grafikamiz 3200 MHz 16 ga 8. Hop. Video karta test ketdi. 86 dollar. 186. Video karta katta shum chiqarmaydi. So'ralarsa. Yana shakl asomalarni qilamiz. Maqsad bu tekshirish. Bu vaqtni hisobida sinab ko'ramiz. 220 218 ga 168. O'sha hisobda. Ko'rishlar mumkin. 228 230 ga 283. Bitta yozgan bor. Kuzatdi, uni vaqtlarni ko'rishimiz uchun. O'sha termal throttling yopildi. Temperaturamiz ancha yuqori. Hisoblanadi 93-96. Termal throttling yopildi. Ham turimiz. Suvoz nagizga o'zim buni qochish nimalar yo'q. Hotspot. Video kartamiz hotspot 71 gradus. Montaj ko'rsatadimikan? Yo'q shekilli, mana. Montaj 11.6. 230 ga 186 dan 11.6. Ko'rsatyapti. Hop. Endi asosiy nima o'tamiz? CSGO. CSGOga kirib oldik. CSGOda kirishimizdagi FPS qayerda? 150 FPS ekan. Kirishimizdagi FPS. Bu CSGOning vысокida turibdi hozir. Ko'rishlaring mumkin. Rejimi 2x высокий. Hammasi bu vысокий. Hop, CSGOni boshlaymiz. FPSimiz 170 FPS. Среднийda. Sredniyni ko'ramiz. Поставьтamiz pastorayda o'zingizda. FPSimiz 167 ga 150. Vысокийda ham 160 chiqadi. Hozir kirganda ko'ramiz haqiqiy o'yinlarda. Prosessorimiz 6% nagizda. Video kartamiz 40% nagizda. Mana 200 160 FPS 200 220 FPS 220 FPS 210 FPS. Tamam, ko'rsatib o'tdim. Bu yoqda ko'rsatib 210 FPS. Bunu koyarız. Evet, işte. Средний. На CSGO очень высокий уровень. Hammasi очень высокий. Eng fullga qo'ydik hisoblatganda. Hop, endi yana o'ynab ko'ramiz. Fullga qo'yib oldim. Maç boshlandı. Aslında oldu, tamam mı?
150 FPS. 160 FPS. Hop. 155 fulla. Ana işte. Процессорimiz 34 nanoskop, Legadan Smart nanoskop 70 gradus. Prosessorimiz 49 gradus. 60 FPS. Baho beriladi, kompyuterga yozinglar. Bu kompyuterimiz narxini hisoblab chiqarib qo'yaman.